Sharof Boshbekovni Taqdir eshigi asaridan erkak monologi. Marhamat. Do'stim degan so'zni ham borgan sari kamroq, do'stdan ko'ra tanish bilishlar ko'proq. Hali uni qilish kerak, hali buni qilish kerak. U yoqda u qolib ketgan, bu yoqda bu. Qarabsanki, sen bilan yonma-yon ketayotgan odam yo'q. O'libdimi? Keyin peshonang tirishtirib o'ylaysan, qanday odam edi? Nimani yoqtirardi? Esda yo'q. Mana shunaqangi yashayapmiz. Hamma qayoqqadir shoshadi. Qayoqqa shoshasan? Nega shoshasan desang, zamon shunaqa deydi. Xo'sh, zamon qanaqa ekan? Kuchlilarga egilib, kuchsizlarni ezib toptab ketaver deganimi? Hamkasbimiz ishga qanday kiyinib kelganligiga e'tibor beramiz. Ko'ylagi qanaqa, tuflisi qanaqa, buni diqqat bilan kuzatamiz, lekin nega bugun uni ishga ko'zlari qizarib kelganligiga e'tibor bermaymiz? Mana shunday shoshib, hovliqib yurgan odamlarning shunday yoqasidan ushlab, "Xoy odam, qayoqqa shoshasan? Nega shoshasan? Atrofingga bir qara. Nega yuqori qavatda turadigan ayolning beshigidagi bolasi tuni bilan uxlamasdan ertalabgacha yig'lab chiqadi? Nega saksonga kirgan, munkaygan kampir ertalabdan kechgacha pochtasini kutib o'tirish kerak? Nega yuziga sekil toshgan bolani bog'chadan ota-onasi emas, bog'cha pasta olib keladigan bo'lib qoldi? Eng achinarlisi, 16 yoshlar qizning kechasi 11, 12larda har xil mashinalar tashlab ketadi. Bularni kimga aytaman? Sizga qizig'i bo'lmasa, unga qizig'i bo'lmasa, devorga aytamanmi? Kechirasiz. Biroz qizishib ketdim. Kimgadir qizig'i bo'lish kerak-ku.